Avvalambor assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Mana Spark avtomobilini galopga ko'taryapmiz. Suv o'tib ketgan, sepi chiqib, klapanlarni urib olgan. Mana sepi. Metkalar o'tib ketgan, velosiped sepi bilan bir xil. Avtolini vaqtida almashtirib yuring. Avtol satav bo'lsa ham tezda o'tib ketadi, bir ko'z ikki ko'z o'tadi. Bilmasa sep chiqib ketib klapanni urib oladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana do'stlar, klapanni hammasini urgan. Sepi metkasi o'tib ketgan. Qo'shnilarga xudo xolasa zarar yetmabdi. Katalizatorni ham qoqishib olgan ekan buni. Spark avtomobilimiz sepi chiqib ketgan. Deklatkasi kuymagan ekan, qayerdandir yorilgan bu galopkamiz. Hozir ko'ramiz.